Chimyon bu Farg'ona viloyatida alohida bir qishloq ekan. Mana shu yo'l to'g'ri trassa olib borar ekan. Asosan tog' qo'ynida joylashgan qishloqqa o'xshaydi. Hozir men Do'stlik degan aholi punktidan o'tyapmiz-da, mana Chimyon tomonga ko'tarilib ketyapmiz. Buyog'i balandlik, qirlar. Mana shunaqa g'alati belgilar ham bor ekan bu yerda. Har holda tushunarli-ku. Choraha demoqchi-da. Zapravkalar. Yo'l yaxshi. Hep tegish. Bu yerda havosi endi tog' havosi boshlanyapti, mana havo o'zgaryapti. Havosi ancha farqli ekan. Do'stlik aholi punkti tugaydi. Endi bu yerga nasib bo'lsa Chimyonga qarab yursak kerak. Mana ko'tarilyapmiz balandlikka qarab. Dengiz sathidan balandroq joylashganga o'xshaydi. Asosiy ko'tarilib mana osmonga yaqinlashyapmiz. Zakovalk liniyalar, ana tog'lar orasida yashil dehqonchilik maydonlari, qishloqlar. Katta joyga o'xshaydi. Bizda aholi bu yerda ko'p yashaydiganga o'xshaydi. Adashmasam bu tomon Qirg'iziston chegarasiga ancha yaqin borib qolamiz. Demak, chegara yaqin joylashgan ekanda. Benzin bor, biz ochildik. Chimyon. Chimyon qishlog'iga yetib keldik. Chimyon aholi yashash punkti. Mana endi menga kelardi o'sha Chimyon sargohini topib olsam bo'ldi. Balandlikda joylashgan tog' qishlog'i ekan Chimyonni o'zi. Mana Dedem orada pişip yatırdı. Tog' qirib bag'riga aylantirib, mana o'riklarda ekib tashlagan. Ularda qiziq qanday sug'orar ekan. Yo'l chetiga o'riklarni yozib qurityapti. Ko'rinib turibdi, bir ishbilarmon xalq yashar ekan. Sanatoriyaga borgandan keyin bu yog'ini sanatoriyani ko'rsataman.